umidlaring uzoq, rizqlaring ulug' bo'lsin. Mana shu ukalarimizni bir joyda ko'rib, havas qilib, o'g'lim kelib aytdi. Shunga shu o'g'lim mashina qilyapman dedi. Ko'rib keldingmi? Ha, ko'rib keldik dedik. Hakkanda bu aytganicha bor ekan. Juda sifatli, chiroyli, ixcham hamda mana bu tortish kuchlari juda zo'r ekan. Dimoxodga tevaga qarab tortishi. Isitishi endi mana yaxshi hozircha yozdi kuni. Ertaga ko'mir bir paqir ko'mirni solgandan keyin bu isitib olsa kerak. Sifatli, chiroyli, ajoyib. Kimda kim havas qilsa, biz birovlarni ko'rib turib havas qilib mana qilgizdik. O'g'lim aytdi, bir ko'ring dedi, qabul qilib oling dedi. Juda ham kuchli. Iloyo ilovonda har bandaga shu uyim sifatli bo'lsin, uyim qishlarda issiq tursin, farzandlarim, nevaralarim o'ynab ikkita katta uyda yursin degan inson xuddi shunaqa sifatli narsalardan. Qimmat emas, arzon. Bu mehmon ukalarimiz nimadan ekan? Bog'dod rayonidan, Qo'qonda Bog'dod rayonidan ekan. Rahmat. Qo'llaring dard ko'rmasin. Mana arqa tomonlarini ham bir ko'rsalaring, arqa tomoni ham xuddi mana shu oldi tomonga o'xshagan, sifatli, chiroyli. Bir xilda shunday chiqib turibdi arqa tomon ham, katta uy ham. Qani ilohoming, umrlaring uzoq, rizqlaring ulug' bo'lsin, tanjonlaring sog' bo'lsin. Topganlaring to'ylarga, yaxshilik kunlarga bersin. Bog'doddan kelib shu quvaga yuklab kelib qilyapsizlarmi? Bu yerda mana ko'p odamlar qilyapti. Birini biri ko'rib havas qilib shuni qurdiring. Mana biz ham shu o'shalarni ko'rib, bilib shuni qilyapman dedi, mana qildik. Topganlaring to'ylarga, yaxshilik kunlarga. Adashmanglar. Mana sifatli juda chiroyli pechka ekan. Amin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Haqiqatan men o'zim suvarchiyman. Men Qo'qon rayonida 7 ni bitta suvarchi bo'lganman. Dur alimenda, misda dur alimenga, cho'yandi, temirga, stolga suvarka qilganman men. Bo'ra bilan. Bu ishlar sifatli. Hozir buni millimetri 4 ekan. 4 ekani. Har xil bo'lar ekan. Biz shu qalinrog'ini sal nimaroq bo'lsa ham, puli kuchliroq bo'lsa ham, shu qalinrog'idan zakaz qilgan ekan o'g'illar. Suvarchi bo'lmaganimda to'g'ri yog'och ustasi bo'lganimda yog'ochni maqtardim. Lekin haftaga elektr gazda suvarchiyman, temir jinnisiman. Shuning uchun maqtayapti demanglar-ku. Yoshim mana 80 dan o'tdi. Juda yaxshi, chiroyli, sifatli. Farzandlarimga, chevaralarimga shu xonadonda katta bir bo'lib, menga o'xshab, uvali-shuvali bo'lib qarib yursin. Allohu akbar, issiq joylarda. Bo'pti, salomat bo'linglar. Biz ham siz yoshingizga kirib yuraylik. Hammasi bir bo'ldi-yu.